Bugun sizlar bilan Braziliyada top 3likka kiradigan Karaku zot haqida gaplashamiz. 4 asrdan ortiq seleksiya natijasida Karaku Braziliyaning tropik ob-havosiga eng moslashgan zot hisoblanadi. Karaku chidamli va sermahsul zot. Rangi och, jigarrangdan to'q jigarranggacha o'zgaradi. Og'irligi buqalar 1000-1200 kg-gacha, sigirlar 550-750 kg-gacha o'zgaradi. Xususiyatlari: kichik quloqlar, mustahkam tuyoqlar, mushaklari yaxshi rivojlangan. Karaku zotining afzalliklari: erta pisharlik, urg'ochilari 14-15 oylikda homilador bo'lishi mumkin. Uzoq umr va mahsuldorlik 16-17 yoshgacha, ba'zida 21 yoshgacha bolalaydi. Sut mahsuldorligi esa har bir laktatsiya davrida 2100 kg sut beradi. Yog' miqdori sutining yog' tarkibi 5% gacha yetadi. Oson tug'ish, urg'ochlari hech qanday qiyinchiliksiz buzoqlaydi. Chidamlilik, issiq iqlimga moslashgan, kasallik va parazitlarga bardoshli, xarakteri sokin. Karaku qayerda yetishtiriladi? Karaku zoti asosan Janubiy Amerikada tarqalgan bo'lib, tobora ommalashib bormoqda. Fikrimizcha bu zot O'zbekiston havosiga ham yaxshi